O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovining eng muhim raqamlari. Tanlovda ishtirok etish yoshi 16 yoshdan 30 yoshgacha etib belgilangan. Kasbiy mahorat tanlovi 10 ta zamonaviy kasb yo'nalishini qamrab oladi. Tanlov 3 bosqichda o'tkaziladi: tuman, hududiy va respublika darajasida. Tanlov yakuniga ko'ra 120 nafar ishtirokchi g'olib sifatida aniqlanadi. Ikkinchi bosqichda g'olib bo'lgan tanlov ishtirokchisi 4,944 ming so'mgacha, ularga biriktirilgan amaliyot ustozlariga 28,840 ming so'mgacha pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Uchinchi bosqich g'oliblari 8,240 ming so'mgacha, ularga biriktirilgan amaliyot ustozlari 41,200 ming so'mgacha miqdorlarida pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. G'oliblar 2026-yilda Xitoyda va 2028-yilda Yaponiyada o'tkaziladigan musobaqalarda ishtirok etadi. Xalqaro olimpiadalar g'oliblari 1 milliard 30 million so'm va ularning o'qituvchilari 185,4 milliongacha miqdorda pul mukofotlari bilan taqdirlanadi.